Diqqat, xalq tezkor xabar. 1 sentyabrdan jarimalar oshadi. Yangi jarimalar miqdori: kamar taqmaslik. Hozirgi jarima narxi 206 ming so'm, 1 sentyabrdan 220 ming so'm. Texnik ko'rikdan o'tmaslik yoki dori qutisi yo'qligi. Hozirgi jarima narxi 206 ming so'm, 1 sentyabrdan 220 ming so'm. Hujjatsiz haydash 412 ming so'm. Hozirgi jarima 1 sentyabrdan 440 ming so'm. Sug'urtasiz mashina boshqarish. Hozirgi jarima narxi 412 ming so'm, 1 sentyabrdan 440 ming so'm. Tezlikni 20 km/soatgacha oshirish. Hozirgi jarima narxi 412 ming so'm, 1 sentyabrdan 440 ming so'm. Svetoforning qizil chirog'ida o'tish. Hozirgi jarima narxi 824 ming so'm, 1 sentyabrdan 880 ming so'm. Noto'g'ri parkovka. Hozirgi jarima 824 ming so'm, 1 sentyabrdan 880 ming so'm. Telefonda gaplashish. Hozirgi jarima narxi 1 236 ming so'm, 1 sentyabrdan 1 320 ming so'm. Qarama-qarshi yo'nalishda haydash. Hozirgi jarima narxi 4 120 ming so'm, 1 sentyabrdan 4 400 ming so'm. Ruxsatsiz tonirovka. Hozirgi jarima narxi 10 300 ming so'm, 1 sentyabrdan 11 million so'm. Mast holatda mashina haydash. Hozirgi jarima narxi 10 300 ming so'm, 1 sentyabrdan 11 million so'm. Avtomobilni davlat raqamisiz boshqarish. Hozirgi jarima narxi 20 60 ming so'm, 1 sentyabrdan 22 million so'm. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.